Bolajonlarim, bugun uyga nozik mehmonlarimiz keladi. Sizlar mehmonlarni olib to'paloq qilib, xonanglarda o'ynab o'tiringlar. Maylimi, o'g'lim? Ha. Yaxshi keldilar. Uy, mehmon bola, yur senga o'yinchoqlarni ko'rsataman. Yo'g'i, davay. Xush kelibsizlar, choydan oling. Qo'yda, bu mushukmi? Voy, mushugimiz yo'q edi-yu. Qani? Vav. Oyi, uyimizdan oyoq hidi chiqyapti. Oyog'ingizni yuvaling dedimmi sizga? Voy, e'tibor bermanglar. Bolada. Asallarim, xonalaringga boringlar. Olmayman. Voy, bunaqa qiliqlar umuman yo'q edi-ya. Sizlar o'tira turinglar. Men hozir. Mo'yka qaralar, mehmonlarni oldi sharmanda qildilar. Mehmonlar ketsin, keyin beraman. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Anaqa, qachon ketasizlar? Nimaga? Oyim mehmonlar kelsa yeyizlar dedilar, deb biladim. O'g'lim, oshxonada bor-ku. Voy, o'rgilang. Aytgancha ko'zingizga nima qildi? Voy, eshikka qisib oldim-da. Aldayaptilar, kecha adam urdilar. Bolam. San et. Oy, ana mehmon bola boru, tilla soatingizni tualetga tashlab yubordi. Voy, tilla soat deydimi? Tilla soatimmi? Ha, mayli. Boshqasini olamiz. Voy, bolajon. Konfet yeysanmi? Rahmat. Bo'ladi. Oyi, tez yordam qanaqa chaqiradi? Ha, nimaga? Anaqa mehmon